Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi kitobimizdan 65-bitdan davom etamiz. Uktub jam'al kalimatil atiyati, quyidagi so'zlarning jamini yozing. Kabirun, kibarun. Kabirun katta, kibarun kattalar. Mushtahidun, mushtahiduna. Tirishqoq faol. Mushtahiduna tirishqoq faollar. Rajulun, rijalun. Kishi, rijalun kishilar. Ibnun, abnaun. Ibnun o'g'il, abnaun o'g'illar. Doyfun, doyufun. Doyfun mehmon, doyufun mehmonlar. Fatan yigit, fityatun yigitlar. Amilun ishchi, ummalun ishchilar. Axun aka, ixvatun aka ukalar. Sog'irun kichik, sig'orun kichiklar. Tovilun uzun, tivanun uzunlar. G'oniyun boy, ag'niyau boylar. Faqirun kambag'al, fuqarou kambag'allar. Al kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Al haqlu, haql deb ekiladigan tomarqa yerda aytiladi, ya'ni dala. Huqulun dalalar. An-nasu insonlar. Al-qaryatu qishloq. Ad-doyfu mehmon. Ash-shayxu shayx yosh katta qariya. Al-mat'amu oshxona, ya'ni taomxona, taom borib yeyiladigan joy. Al-madrasatul ibtidaiyatu boshlang'ich maktab. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Bu qizlar kim ey Maryam? Hunna zamilati, ular mening dugonalarim, ya'ni o'rtoqlarim, sheriklarim yoki kursdoshlarim. Akhawatun hunna, ular opa singilmi? Na'am hunna akhawatun, ha ular opa singil. Man abuhunna, ularning otasi kim? Abuhunna tajiru Bilalun, ularning otasi savdogar Bilol. Ummuhunna ustazati, va ularning onasi mening ustozam. Ayna baytuhunna, ularning uylari qayerda? Baytuhunna qaribun minal madrasati, ularning uylari maktabga yaqin. Demak, mana shu o'rgacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.